O'ylaymanki, san'atni tanlaganim bu oilamdan bo'lsa kerak deb o'ylayman, chunki bizni hammamizni adam rahmatli teatrga olib borardilar, kinolarga olib borardilar. Undan qat'iy nazar har yakshanba kuni teatr mikrofon oldida degan eshittirish bo'lar edi. Ana shu eshittirishi soat 3 da bo'lar edi. Biz hammamiz o'tirib tinglar edik spektakllarni. Bu radiopostanovkalar yoxud bo'lmasam Hamza teatrini spektakllari bo'lar edi. Ana undan keyin yomg'ir yog'sa ham, boshqa bo'lsa ham o'sha ob-havoning hech ta'siri bo'lmas edi. Albatta bizni filmlarni ko'rishga kinoteatrlarga olib borardilar. Hattoki men esimda bor, oyog'im ho'l bo'lib qolmasin deb opachivam olib borgan kunlar esimda. Keyin doktora balet spektaklini ko'rganimizdan keyin bu balet spektakli bo'lganligi tufayli menda shu baletga ham mehr uyg'onib, keyinchalik mana xoreografiya bilim yurtini bitirdim. Undan keyin teatr va rassomlik institutini ham bitirdim. Lekin mana shu ikkala kasbim mana bugungi kundagi o'sha kasbimga juda ham katta yordam beradi. Endi ustozlarim albatta bu buyuk raqqosa, xalq artisti, Bahor raqs ansamblining tashkilotchisi, rahbari Mukarrama Turg'unboyeva dastlabki mana o'sha ustozim. Undan keyin institutda Nina Ivanna Timofeyeva, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan san'at arbobi. Bu buyuk o'qituvchi, bu nafaqat shu mani balki katta mendan katta ustozligi ham murabbiylik qilgan, dars bergan sahna mahoratidan. So'ng sahna nutqidan O'zbekiston xalq artisti Nazira Aliyeva dars berganlar. Mana shu mani ustozlarim bo'lishadi. Bugungi kunda agar oladigan bo'lsam, hamma orzularimga erishdim deyishim mumkin to'laqonli bilan. Oilam bor, farzandlarim, nabiram. Undan qat'iy nazar mana ming bora shukr deyman. Bugungi kunda mayli ozmi ko'pmi mehnatim singan bo'lsa ham o'z o'rnimni topa oldim. San'atda ham, hattoki jamiyatda ham. Mana shuning uchun o'ylaymanki, endi har bir artist baribir ham orzu umid qiladi, qandaydir bir rolni o'ynamadim, shu yoshga kirsam ham deydi. Busiz hech iloji yo'q albatta. Lekin qo'limdan kelgancha o'zimiz san'atimda o'zim mehnat qilib, bu narsadan bugungi kunda qoniqdim debcha anaqa qilmayman. Buni faqat xalq aytishi mumkin. Lekin hech qilib yomonmi, yaxshimi? Yaxshi, chiroyli spektakllarda eng o'sha o'zini kasbini yaxshi bilgan rejissyorlar qo'lida ijod qildim. Mana shundan men behad baxtiyorman. Endi hobbiga keladigan bo'lsak, meni hobbilarim juda ham ko'p. Bu endi har bir ayollarga xos hobbi. Men pishiriqlarni pishirishni juda ham yaxshi ko'raman. Har xil taomlarni o'sha o'zim bir ijod qilib pishirgim keladi. O'shalarni bo'sh qolganimda qilaman. Undan qat'iy nazar yana ba'zi bir xil narsalarni boshqatdan o'zgartirib tikishni yaxshi ko'raman. Unaqa deyarli professional darajada tikuvchi emasman, lekin qo'limdan keladi bir narsa qilish. Endi kitoblar, yaxshi ko'rgan kitoblarim juda ham ko'p. Men bugungi kunda mana bunaqangi kutubxonani ko'rib hayratlanaman, g'ururlanaman, faxrlanaman. Shunchalik mana imkonlar yaratilgan bizni yoshlarimizga, farzandlarimizga, o'quvchilarga, o'zini o'qishga bag'ishlaganlarga. Endi albatta bizni yoshligimizda bu darajada kutubxonalar yo'q edi, lekin men esimda bor, akam bilan biz
raqobatidek qay ma'noda man kutubxonaga qatnar edim, kutubxonadan kitob olib kelar edim, akam olib qo'limdan ba'zan olib qo'yardilar, man tez o'qiyman, sen tez o'qimaysan deb olib qolardilar, shunda xafa bo'lar edim. Lekin kitobga mehrimiz juda bo'lakcha bo'lgan oilada. Uyimda ham javonda kitoblar bor. Endi bu har xil nimalarni o'sha yozuvchilarning kitoblari, lekin o'zimizniki ham bor. Men ko'pincha she'rlarga juda ham moyilligim bor meni. O'sha rus nimalarga kelsak, bu Asadov, o'zimizga kelsak, o'zimizni shoirlarimizga keladigan bo'lsak, o'sha albatta Zulfiya apani she'rlarini juda ham yaxshi ko'raman. Keyin Abdulla Oripov she'rlarini juda yaxshi ko'raman. Undan keyin albatta Erkin Vohidov she'rlarini juda yaxshi ko'raman. Uchrashuvlarda ham ana shularning she'rlarini albatta o'qishga harakat qilaman. Endi mani tilagim bunday ajoyib insonlar yaratgan shunday go'zal kutubxonamiz umri boqiy bo'lsin. Kitoblari oshaversin. Bu yerga kelib ilmini ko'paytiraman deganlarning son sanog'i oshaversin. Men nimani tilak qilishim mumkin? Hamma narsa badastir. Bundan oshig'i bo'lishi mumkin emas deyman-da. Shuning uchun faqat umri boqiy bo'lsin. Butun xodimlarga sog' salomatlik tilayman. Butun orzu umidlari ushalsin. Bu bibliotekamizni o'qiydiganlar, bu kutubxonaga keladiganlarning soni oshaversin. Bilimlari ham oshaversin.